Assalomu alaykum. Sizlar so'radinglar va biz obzorga oldik. Kia Carens avtomobilimizni 2026-yil restyling versiyasi. O'rtoqlar, men ismim Johir, Kia avtosalonida menejer bo'lib ishlayman. Ko'pchilik juda ham yaxshi biladi va avtomobilimizni so'ralganda Kia Carens avtomobilimizni eng arzon pozitsiyasi, birinchi pozitsiyasidan boshlaydik. Va bu avtomobilimizga foizsiz 36 oygacha muddatli to'lov bor. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, men to'liq tushuntirib beraman. Hatto to'lov grafikasi, qanaqa foizsiz rassrochka va kreditlar borligini ham tushuntirib beraman. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videomiz tagiga like bosing va kommentariyada kelasi mashina qaysi bo'lishini, qaysi mashinani obzor qilib berishimizni yozib o'ting. Va avtomobilimizda nimalar o'zgarganligini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda old oblisovkalarda o'zgarishlar bo'lgan, bamperlargacha o'zgarishlar bo'lgan. Bundan oldingi do'restalingida bu old oblisovkalarni ko'pchilik biladi, juda ham yaxshi biladi. Sotib olganlar bor ichimizda. O'zgarishlar bo'lgan, oddiyroq bo'lgan va bu yangilangan versiyada birinchi komplektatsiya ancha narsalar bilan boyitilgan. Agar Carens avtomobilini haydaydigan bo'lsangiz, kommentariyada Carens haydayman deb yozib qoldiring. Avtomobilimiz 1.5 atmosferli motorda ishlab chiqariladi va bunda 128 ta ot kuchi bor. Asosan buni kapotlari atsinkovniy kraska bo'ladi va avtomobilni kuzov jihatidan oladigan bo'lsangiz, metali ham ancha qalin bo'ladi. Yana bitta o'zgargan narsalarda do'restalin versiyasida oddiy kalpe bilan ishlab chiqarilgan. Bunda bo'lsa birinchi pozitsiya bo'lsa ham diska bilan jihozlashtirilgan va bu avtomobilimiz 16 radiusda quyma litiy diskalar bilan jihozlashtirilgan. Tormoznoy sistemasi bo'ladi, diskovoy tormoznoy sistema hisoblanadi va bo'ladi ABS podдержка qiladi. Va birinchi pozitsiyamizni ichiga o'tiradigan bo'lsa, bo'ladi beskuluchovoy dostуп asosan ikkinchi komplektatsiyasida boshlanadi. Bular kalitli bo'ladi va eshikni ochamiz. Eshikni ochadigan bo'lsangiz, ichki saloniga birinchi ahamiyat berishdan oldin mana bu joylarga bitta ahamiyat bersangiz, oldingisida ham xuddi shunga o'xshash bo'lgan. Bunda sal o'zgartirishlar, avtomatik zastoshka, полностью to'rali eshikda oynalargacha ham elektronika, bokovoy upravleniyalar ham elektronika bo'ladi va ichiga bitta o'tirib obzor qilib beramiz. Ichki salonlarda o'zgarishlar bilan tushuntirib o'taman sizga. Birinchi navbatda sidenalarda ham o'zgarishlar bor. Bu birinchi pozitsiyasida ko'rib turganingizdek, yarmi koja aralashtirilgan tkaniviy material bilan ishlab chiqarilgan va sidenalar juda ham yumshoq va bir tomonga qiyshayib ketib unaqa narsalar bo'lmaydi. Bu tarpetkalarda ham polniy o'zgarishlar bo'lgan, ko'rib turibsiz, yangicha shaklda. Monitorlarda o'zgarishlar, ayniqsa rullarda ham o'zgarishlar bo'lgan. Hozir Kia an'anaviy tarzda hamma avtomobillarini shunaqa rul chambaragi bilan jihozlayapti va bu shakliga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, sportivniy shaklda ishlab chiqarilgan va bu boshqaruv uchun juda ham oson bo'ladi. Rulini tanishtiraman. Cruise kontrollar, multifunksiyonalniy rul bo'ladi. Monitor, ya'ni rulni bu tomoni bilan monitorni boshqaradigan bo'lsangiz, bu tomoni bilan oldingizda monitor, cruise control va eco sport normal funksiyalarini ko'rib, rasxodlarini ko'rib borsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi pozitsiyamiz mana bunaqa ruchkali bo'ladi, ya'ni kalitni suqib yoqasiz. Ikkinchi pozitsiyadan bo'lsa, start stoplar boshlanadi va men sizga monitorni yoqib ko'rsatib beraman. Ko'rib turibsiz, bo'ladi полностью sensor monitor, hamma narsani ko'rsangiz bo'ladi. Radio, undan tashqari displeylarga ahamiyat bersangiz, Bluetoothga ulanadi, bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimizda konditsionerimiz bor. Konditsionerimiz ham qanaqa deydigan bo'lsangiz, mana oddiy, misol knopchkali ishlangan. Ikkinchi pozitsiyasidan boshlanib bu narsalar o'zgaradi va eng fulliga borib 90 klimat kontrolga aylanadi. Va bu skorsiga ham to'xtalib o'tsak bo'ladi. Skorsi avtomat, misol uchun bir-biriga olishlar ancha tez bo'ladi va bunda tog'ga chiqish funksiyasi ham bor. Ya'ni bu nimani ta'minlab beradi? Misol uchun siz nishablikdan pastga qarab tushyapsiz. Shu holatda mana shu knopkani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bir xil tezlikni tanlaysiz. Misol uchun necha kilometr tezlikda tushmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha bir xil tezlikda o'zi olib tushib ketadi. Как cruise control, faqat cruise control tepadan tushganda moslashtirilgan bo'ladi. Bilasizlar, bunaqa cruise controllar hamma mashinada ham bo'lavermaydi. Aynan oila uchun moslangan avtomobilimizda. Bu Carens avtomobilimiz 6 o'rindiqli oila uchun eng zo'r takliflardan biri bo'ladi. Birinchi navbatda siz uchun komfort bo'lish kerak-da, oilangiz uchun. Mana shu komfortni Kia Carens avtomobilimiz o'zida hammasini jo qilib birdaniga ko'rsatib beradi. Patologlarga ham ahamiyat bersangiz ancha baland. Bu bo'yi uzun odam, novcha odamlar ham o'tirsa, avtomobilimizga bemalol chiqadi. Endi ikkinchi o'rindig'iga, ya'ni orqa o'rindiqlarga o'tamiz va u o'tib
sideniyalarini moslab bizga qay darajada qulayligini ko'rsatib berishga harakat qilamiz va avtomobilni iloji boricha plus minus tomonlarini ham aytib o'tamiz o'rtoqlar. Videoni oxirigacha kuzatishda davom eting. Biz o'zbeklarni bilamiz, farzandlarimiz ko'p bo'ladi va ko'pchilik avtosalonimizga kelib turib asosan oilaviy avtomobillarni so'rashadi va biz birinchi navbatda karnivaldan oldin mana shu Karens avtomobilimizni maslahat beramiz. Nimaga? Narxi ham arzonroq bo'ladi va o'rindiqlar soni ko'p bo'ladi. Ya'ni 6 ta. Orqa o'rindig'iga keldik. Orqa o'rindig'i ham kapitanskiy sideniyalar bilan jihozlashtirilgan va buni qulayligini men sizga ko'rsatib beraman. Avtomobilimizni patologini qarang, qay darajada baland. Va ma'lumotlarda deflektorlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu bemalol nima desam bo'ladi, ichkarida havoni sirkulyatsiyani aylantirishi tezroq bo'ladi va avtomobilingiz bug'lanib ketishini oldini oladi. Orqa kapitanskiy sideniya mana qulay bo'lib o'rnashib oldim. Va ketishimizga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, sideniya misol uzoq masofalarga chiqib ketsangiz ham shunga moslashtirilgan bo'ladi. Ya'ni sideniyalar ortopediskiy sideniya va juda ham komfort. Ya'ni siz bitta o'tirasiz, mana shundoq endi bu yog'iga xolasangiz, tonirovka xolasangiz, parda urib olasiz va danli yo'lda ketishingizni bitta tasavvur qilib ko'ring. Misol menga juda ham yoqdi. Nimaga? Mana bu sideniya oldi, orqasi bularda o'rta sideniyalarda regirovka qilsangiz ham bo'lar ekan. Mana bellarini hatto qo'l qo'yib ketsa ham bo'ladi. Bu yanada sizga komfortni ta'minlab beradi. Sideniyani sifatiga o'zingizlar kelib, bitta o'tirib ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Oilaviy avtomobil qidiryapsizmi? Birinchi navbatda Kia Carens avtomobilini ko'ring. Xudo xolasa sizga ma'qul keladi. O'zim o'tirib ko'rdim, haydab ko'rdim, tezroq ko'rdim, yumshoqligini bildim. Podveskalari ham juda yumshoq avtomobil. Oilangiz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Va orqa, ya'ni bizning tilda детский sideniyalar deyiladi. 6 ta o'rindiqqa moslashtirilgan va men sizga mana shuni silkitib ko'rsatib bermoqchiman. Orqa tomonga qanday o'tsa bo'ladi so'raganlar diqqatiga mana sideniyalarimiz yig'ishtirilishiga bitta ahamiyat bering. Ikki tomon ham birdek yig'ishtiriladi va orqaga o'tadigan bo'lsa, men o'zim o'tib ko'rsatib beraman. Mana sideniyalariga o'tirishimiz bitta qarang, oyoq tekis turibdi. Ya'ni qon aylanishi yaxshi va bu yerda paststakanchiklar, USB port, eng muhimi patologi baland va chiroqlar bilan jihozlashtirilgan. Bu nimani ta'minlab beradi? Misol uchun bolalarimiz yoki yoshi katta insonlar ham bemalol ketishini ta'minlab beradi. Endi nima desa bo'ladi? Ba'zi birga misol avtomobillarda 7 o'rindiqlilarda ko'rsangiz, men o'zim ham 7 o'rindiqli avtomobil haydaganimda orqa o'rindiqlarda misol nekomfortni edi yoshi katta odamlarga, misol bo'yni uzun odam chiqsa tiqilib qolishi mumkin, lekin o'rta me'yorni bo'yidagilar bemalol ketadi. Siz danli yo'lga chiqib ketasizmi yoki shahar ichida yurasizmi, komforti juda ham qulay va siz nima desam bo'ladi, orqa o'rindiqlarda ham nekomfortli holatni his qilmaysiz. Komfort. Mana boshimni ham qo'yib ketyapman. Keyin bellarda joylashishiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, men xotirjam yotib ketyapman. To'g'risi men oldin bunaqa 7 o'rindiqlilarda bu darajada komfortni ko'rmaganman. Misol Captiva, o'zimiz tilda misol Captivani oladigan bo'lsangiz, Captivani yomonlamoqchi emasman, lekin orqa sideniyasida o'tirsangiz nekomfortli. Yosh bola o'tirsa o'tiradi, lekin sal yoshi kattaroq odam orqada keta olmaydi. Bu oilaviy avtomobilligini ham bittada ko'rsatib beramiz. Endi avtomobilimizni tashqi kuzoviga o'tamiz va orqa bagajlarini ham men sizga ko'rsatib beraman. Xudo xolasa avtomobil ma'qul keladi. Bunda zo'r avtomobilni foizsiz 36 oygacha Kia Olmaliq avtosalonidan xarid qilib olishingiz mumkin. Kia Olmaliq avtosaloni, ya'ni avtomobilni xarid qilib olgan, bundan tashqari bu avtomobilni xarid qilib oladigan bo'lsangiz, juda ham zo'r bonuslar qo'shib beryapti. Buning uchun o'zingiz pastda nomerlarimiz bor, o'shalarga telefon qilib ko'rib, nimalar qo'shib beriladi, qanaqa shart-sharoit bor, telefon qilib bilib olsangiz bo'ladi. Yana videoda oxirida to'lov turlarini men sizga tushuntirib beraman. Kuzatishda davom eting. Xudo xolasa eng shirin joyi videoni oxirida. Aniq bilaman, yana sizlar so'raysizlar, avtomobil tog'li zonalarda qanaqa yuradi yoki biz O'zbekiston sharoitida politsetskiylar bor yoki yamalar ko'p, qanday yuradi degan savolga, o'rtoqlar, avtomobilimiz yerdan balandligi umumiy hisobda 25 sm bo'ladi. Bu degani ancha-muncha politsetskiylar, ancha-muncha yamalardan ham bemalol chiqib ketadi. Avtomobilimiz podveskasiga to'xtalamiz. Podveskasi ham buniki juda ham yumshoq. Buni kelib turib, Kia Olmaliq avtosalonidan test drive qilib ko'rsam bo'ladimi siz? Sizga bitta avtomobilni olib chiqib berishadi va o'sha avtomobilni ko'chada haydab ko'rasiz. Bizda hatto yamali yo'llar bor, sizni sinab ko'rishingiz uchun tekis yo'llar bor. Hatto bosaman desangiz ham o'shanga ham sharoit qilib berishadi. Avtomobilni baribir haqiqiy mazasini kelib haydab ko'rmagunizcha bilmaysiz, to'g'rimi?
Orqa ko'rinishlarida ham ancha o'zgarishlar bo'lgan. Buni faralarida har doimgidek bamperlarda orqasida partroniklari bor. Bu partronik har doim videoda tushuntirib o'taman. Sizni parkovka qilishingizga ancha yordam beradi. Hatto kommentariyada oldingi videolarimizda partronik qanaqa vazifa bajaradi deganlar ham bor ekan. O'shaning uchun qaytadan tushuntirib o'tyapman. Bagajimizni ochadigan bo'lsangiz, bagajimizni ochsangiz, bularda mana bitta kichkina joy bor chemodaningizni qo'yish uchun, lekin bitta narsa bo'ladi. Bu детский sideniyani agar yotqizadigan bo'lsangiz, haqiqiy bagajni sezasiz. Bagaj ham ancha katta bo'ladi. Misol uchun nima desam bo'ladi? Ko'proq yuk ortmoqchimisiz, unda детский sideniyani yotqizasiz. Bu nafaqat bunda, hamma 7 o'rindiqli avtomobillarda bagajni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, orqa yosh bolalar uchun moslashtirilgan sideniyani yotqizishingizga to'g'ri keladi va avtomobilda ichiga bitta kursingiz bo'ladi. Mana qanaqa kattaligini endi o'zingiz ko'ring. Ikkita odam bemalol o'tirib olib, choy ichib o'tirsa bo'ladi. Qisqacha endi obzor tabiat qo'ynida chiqsangiz, sizga palatka ham shart emas. Avtomobilda o'zi palatka vazifasini bajarib beradi. Bitta yotqizasiz, narsangizni solasiz, to'shak-po'shagingizni bemalol damingizni olaverasiz. Bu mana patologlargacha ham ancha baland. Bu degani yukni ham ancha oladi degani. Mana men sizga bitta narsani ko'rsatib beraman. Bu avtomobilimiz asosan podveskasi sıx emas. Podveskasi yumshoq. Endi koreyslar baribir bilasizlar, avtomobil ishlashni juda ham yaxshi biladi. Endi hammani qiziqtirgan va videoni oxirigacha ko'rgan mijozlarimiz uchun foizsiz rassrochkalarimizni ham hisoblab beramiz va imtiyozli kreditlarni ham men sizga to'liq shablon asosida hisoblab beraman. Bundan tashqari, misol uchun siz boshlang'ich to'lovingiz yo ko'proq yo ozroq bo'ladigan bo'lsa, uning uchun bizga telefon qilishingiz kerak. Biz bitta-ikkita yo'nalish bo'yicha ko'rsatamiz, lekin aslida xarid qilib olaman deydigan bo'lsangiz, tartiblar rosa ham ko'p. Uning uchun telefon qilib bizning menejerlarimizdan to'liq ma'lumotni olib o'tishingiz kerak bo'ladi. Hammani qiziqtirgan va yoqtirgan joyiga keldik. Avtomobilimiz Kia Carens'da 36 oygacha foizsiz rassrochkani men sizga tushuntirib beraman. O'rtoqlar, birinchi navbatda avtomobilimizda tan narxi 339 million 900 bo'ladi va foizsiz rassrochkalarimiz 25% dan boshlanadi. Men sizga stabilni 30% qo'yamiz va muddatini 12 oyga o'zini tan narxida chiqazib beramiz. Boshlanish to'lovingiz 101 million 970 ming so'mni tashkil etadi va oylik to'lov 19 million 827 ming so'mdan chiqazib beramiz. Endi bu misol ko'pchilik uchundir arzimagan summa bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik uchun katta bo'lishi mumkin. Sizni boshlanish to'lovingiz ko'proq, misol uchun olaylik, 50% boshlanish to'lovingiz bor. 50% boshlanish to'lovingiz bo'ladigan bo'lsa, biz sizga 18 oygacha foizsiz rassrochkani qo'yib beramiz. 9 million 441 ming so'mdan chiqadi. Buning uchun siz oldindan 169 million 950 ming so'm to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Yo, meni boshlanish to'lovim yanada ko'proq, misol uchun muddatini cho'zib ber deydigan bo'lsangiz, bunisiga ham yechim bor. Siz boshlanish to'lovingizni 70% to'lov qilasiz va muddatini naqd 36 oyga hech qanday foizlarsiz o'zini tan narxida xarid qilib olasiz. Oldindan to'lovingiz 237 million 930 ming so'm va oyga 2 million 832 ming so'mdan 36 oy davomida hech qanday foizlar, mana foizlar ko'rib turibsizlar. Vyplata protsentov 0 turibdi. 2 million 832 ming o'zini tan narxida bemalol xarid qilib olasiz. Endi ko'pchilik misol shu narx bo'ladimi deydigan bo'lsangiz, ha, shu narx bo'ladi, o'zgarmaydi. 339 million 936 oy muddatda to'laysiz. Boshlanish to'lovingizga qo'shib sug'urtangiz bo'ladi, sug'urtangizni bankka siz hisoblab beradi. U sug'urta, bilasiz, avtomobil tan narxiga kirmaydi. Mashinani sotib olganingizdan keyin 36 oy ichida bank tomonidan ishonchnoma bo'ladi. Mana shu orqali siz foizsiz rassrochkaga olsangiz bo'ladi. Endi men sizga misol kreditni ham hisoblab berishim mumkin. Kredit hisoblab beradigan bo'lsam 5% dan boshlanadi. 5% nimaga deydigan bo'lsangiz, 24 oy muddatga oladigan bo'lsangiz, naqd 5% dan chiqadi. Ayo, misol uchun muddatini uzaytir deydigan bo'lsangiz, boshlanish to'lovi 30% to'lov qilyapsiz va 36 oy muddatga xarid qilmoqchisiz. Mashina tan narxi 339 million 900 gacha qoladi. Boshlanish to'lovingiz 101 million 970 ming bo'ladi va men sizga 36 oy muddatga 16.5% dan imtiyozli kredit shaklida chiqazib beraman. Va oylik to'lov 8 million 423 ming so'mdan chiqadi. Boshlanish to'lovingiz ko'proq, misol uchun 50% to'lov qilib olmoqchisiz. 50% to'lov qilmoqchisiz va muddatini 5 yilga olmoqchisiz. 5 yilga olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bunaqa chiqazib beramiz. Siz 50% to'lov qilib 36 oyga olmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib shuni tushuntirib beraman. Yillik 12% aylanma bilan qilib beramiz. Boshlanish to'lovingiz 169 million 950 ming va oylik to'lovingiz 5 million 644 mingdan. Agar siz 50% to'lab muddatini, misol uchun 5 yilga qo'ymoqchimisiz, 5 yilga oladigan bo'lsangiz, men sizga 16% dan imtiyozli kredit qilib beraman.
Va siz misol uchun boshlang'ich to'lovingizni yanada ko'proq bilan, ya'ni 70% bilan xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 36 oy muddatda oladigan bo'lsa, 36 oy muddatga даже 10% dan ham chiqarib bera olamiz. Ya'ni 70% to'lov qilganingizda 10% dan 36 oyga 3.290.000 so'mdan. Bu takliflar o'zgarishi mumkin. O'shaning uchun misol avtomobilda kelasi oy yoki undan kelasi oy, misol uchun bahorda o'rtalarida videoda ko'rib turib o'sha taklif bilan qilib deyishingiz bu noto'g'ri bo'ladi. Avtomobilda zo'r taklifda qo'yyapmizmi, o'sha paytda o'zida bosib olishingiz maslahat beramiz. Ya'ni bu foizsiz rasochkani ko'rdingiz, hali yangi 1-2 kun bo'lgan. Pulingiz bormi, sirazi kelib avtomobilni xarid qilib oling. Takliflar har doim birinchi bo'lib zo'r taklif chiqaramiz. Keyinchalik bu takliflar o'zgarib sizga nekomfortli bo'lib qolishi mumkin. Bu takliflar hozir imtiyozli kreditlar juda ham, meni fikrim bo'yicha juda ham chiroyli chiqarib beriladi. Siz misol uchun 5 yilga olmoqchimisiz 70% to'lov qilib, unda ham baribir men sizga 12% dan chiqarib beraman va oyiga 2.268.000 dan to'lab borasiz. Endi meni 2.268.000 dan chiqyapti. Endi meni fikrimcha, avtomobilni boshlang'ich to'lovingiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha men foizsiz rassrochka maslahat beraman. Birinchidan, avtomobilni o'zini tan narxida sotib olasiz. Baribir kreditga olsangiz ham tan narxi o'zgarmaydi. Endi aytmoqchi bo'lganim 3 yil davomida to'laganingizda o'zini tan narxida sotib olasiz. Kredit bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz xabaringiz bor, baribir foizlar qo'shiladi. Misol uchun 5 yil bo'lganligini hisobga sug'urta ham ko'proq chiqadi. Endi shu plus minuslari bor. Misol uchun boshlang'ich to'lovingiz ko'p bo'lsa, men har doim birinchi bo'lib mijozlarimizga foizsiz rassrochkani maslahat beraman. Agar foizsiz rassrochka muddati ozlik qiladigan bo'lsa, keyin kreditga o'tishimizga to'g'ri keladi. O'rtoqlar, avtomobilimiz Kia Carence'da bunaqa foizlari, misol oz chiqayotgani, imtiyozli, foizsiz chiqayotganlari muddati kam. Iloji boricha shoshib qolishingizni maslahat beraman. Bunaqa takliflarda juda ham ko'pchilik biladi, ko'pchilik foydalangan imtiyozli kreditlardan buni mazasini yaxshi bilishadi va katta summa emas, kichkina summa qo'shib berishadi. Imtiyozli kredit davri bo'lsa va foizsiz rassrochka bo'lsa, hech qanaqa summa qo'shib berishmaydi. Eng zo'r takliflarni bizni Kia Olmaliq YouTube, Instagram, Telegram kanalimizda bemalol kuzatib borsangiz bo'ladi. Hammanglarni Kia Olmaliq avtosaloniga tashrif buyurishingizni taklif qilib qolamiz. Xohlagan bitta avtomobilingiz Sanetmi, Carence'mi yoki K5mi, любойni bitta xarid qilib oladigan bo'lsangiz, eng zo'r takliflardan biri, ya'ni bonuslarni Kia Olmaliq avtosaloni sizga taqdim etadi. Hozir ushbu raqamlarga aloqaga chiqib, o'zingizni avtomobilingizni xarid qilib olishga shoshiling. Hammanglarni Kia Olmaliq avtosalonida kutib qolamiz.